Assalomu alaykum hammaga. Bizda yangi oshxona mebel. Xo'p. Patologgacha bo'ladi. Kafelar urib qo'yishgan. Faqat xo'p, 0 da. Ikki santimetrcha qiyshiq urib qo'yishgan. Sekin to'g'rilab boraveramiz. Kafelar orasini to'ldirib chiqishadi keyin. Mebelimiz tayyor bo'ldi. Seri shagril laminatdan tayyorladik, akril emas. Xo'p, razmeri 4 metrlik joy. Patologgacha bo'lgan. Patologda qiyshiq bor ekan, ozgina bilinib qoldi endi. Remontdan keyin bilinmay ketsa kerak. Xo'p, nimalar bo'lgan? Xitoy moyka o'sha 300 ming so'mlik o'zimiz qo'yadigan. Xo'p, polkalar 2 qavatdan tepalarda, osha-moshalar vakuum. G'aradorlarimiz, qo'shidorlari bor. Gazlarni o'yib tushirib berdik. Xolodilnik kirmoshnaga joyi qoldirdik. Kirmoshnaning tepalari ham o'sha shakbalojniy mebel bo'lib ketdi. Xo'p, mana shu holatdagi narxi, biz aytayotgan narxi ichida faqat moykasi bor. Gaz, vitishka, xolodilnik, kirmoshna, ariston yo'q. Xo'p, shulardan tashqari 10 million so'mga mana shu holati tayyor bo'ldi. Qanaqa chiqdi? Fikr mulohazalari kommentariyga kutib qolamiz.